Mana bu g'o'zaning ham ichki qismini, ham yon qismidagi o'suv nuqtalarini o'sishdan batamom to'xtatgan. Assalomu alaykum hurmatli Mabetco hamda Rainbow kompaniyalarining ijtimoiy tarmoqda kuzatib boruvchi fermer hamda soha vakillari. Mana bugun jamoamiz bilan birgalikda 2024-yil 9-sentyabrda Buxoro viloyati Vobkent tumanida Ibrohim akamiz fermer xo'jaliklariga tashrif buyurdik. Bundan ro'ppa-rosa necha kun avval aka? Bir oylab bo'ladi. Bir oy avval kompaniyamiz tomonidan keltirilgan ushbu Stenia kimyoviy usulda chikanka, ya'ni chilpuvchi preparatini qo'llaganiga mana bir oydan oshdi va operatorimizdan iltimos qilamiz yaqinroq olib kelishini. Mana bu g'o'zaning ham ichki qismini, ham yon qismidagi o'suv nuqtalarini o'sishdan batamom to'xtatgan. Ibrohim aka, bu mana hozir rivojlangan yo'g'i, shu bilan qattiq holatda turibdi. To'xtab qo'ygan. Buni aka afzallik tarafi qo'l usulda chilpigandan qanaqa tarafi afzalligini sezdingiz? Afzalligi endi qo'l kuchini olib kelganda orqasidan yurish kerak. Chala qiladimi, toza qiladimi bilmaysiz uni. To'g'ri. Keyin iqtisodiy jihatdan pul ekonom bo'ladi bunda. To'g'ri. Vaqtdan ham yutasiz. Vaqtdan. Keyin buni afzallik tarafi yana shundaki, ham ichki qismini, ham yon qismidagi o'suv nuqtalarini to'xtatadi. Bunda Ibrohim aka aytmoqchi, chala holati bo'lmaydi. Gektariga qanchadan qo'lladingiz Ibrohim aka? 1,5 litrdan, qalin joylarda 2 litrdan. 2 litrdan ham qo'lladingiz. Bundan keyin paxtani qo'lda chikanka qilib yurmadingiz. Yo'q, shu yaxshi ekan. Gektariga sarf xarajati necha pulga bordi shunda? Bundan qo'l ayollarning nimasidan arzonroq. Arzon, anchagina arzon. Keyingi yilga ham o'zi shuni ishlatish tarafdorimiz. Shunda. Qolganlarga ham tavsiya beraverasiz. O'tga qarshi yana shundan boshqa firmasi bilan nimasi bor endi sizlarda bilmayman. O'tga qarshidan foydalanaman. Chikanka yaxshi ekan akajon. Rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.